M55 3 litr twin turbo yaxshi BMW qidirayotgan aka-ukalarimizga 740 deymiz. Hozir mana shu mashinamizdan bitta obzor qilib beraman. Mashinamizning yili 2012-yil 127 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Oldi obshipkalarini ko'ryapsiz. Полный elektropaket, multirul, cruise control, bu yoqda klimat kontrol, обогрев сиденья, joystick avtomat korobka. Ko'jalarining holatini qarang, qanaqa holatda turibdi. Mana patolog 127 ming o'zini halol yurgan probegi. Kelib bemalol ko'rsangiz bo'ladi mashinani. Mana bagajni atseklarini qarang holatini. Bitta mana shu krilo bilan shu ishida kraska bor ekan, mana shu tazgini qirib olgan ekanlar. Orqa sideniyalarni qarang holatini, turishini, bu yoqda отдельный klimat kontrol. Bu yoqda mana pardalarni полный regulirovka qiladigan даже knopkalarigacha ham turibdi. F01 qidirib yurgan aka-ukalarimizga. Narxini ham aytib o'tib ketaman, 22 ming startovat qilyaptilar. Xudo xolisa, kelib o'zlari bilan bemalol savdolashinglar bo'ladi. Motor, korobka, kuzovini bemalol ko'rsatib oling, probegi ham halol. Esingizdan chiqarmang, Alloh bor, sizda bundan ham zo'r imkoniyat.